Assalomu alaykum. Penoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, reklama ichida reklama. Kimdaki mana shu rang usullarini quydirmoqchi bo'lsa, usta akamiz o'zlari narx-navolari bilan tanishtirib o'tadilar. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilari. Bugun mana Savat akamiznikida rimkalarni ustunlarini qo'yishni boshladik. Mana nasib bo'lsa mana 4 ta steyka qo'yib berdik. Buni narx-navosidan tanishsak, buni tayi mana olmishga, yeni olmishga olmish, pastiga chuqurligiga qarab, bo'sh, qalinligiga qarab 80 gacha qoziladi. 0 dan hisoblab balandligiga qarab hisob kitob qilinadi. Hozir mana shu akamizga olib 180 mingdan qo'yilgan. Endi juda balandroq bo'lsa, narxiga qarab kelishilaveradi. Uni o'zaro kelishib olaveramiz. Buni qo'yish xizmatlari 12 ta viloyatga zastavkasi o'zimizdan qo'yish. Olib borish. Mahsulotini olib berasizlar, sement, tosh, chag'il, kerak bo'ladigan mahsulotlarni o'zlariga olib berasizlar. Xizmati bizdan. Sifatiga garantiya, javob. Misol uchun manzilda aytsak, Qashqadaryo viloyati Muborak tumani. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 30 lik deyiladi bu. 30 lik mana fardoshkalar bilan chiroyli yangi fasl tepan bitta ko'rsatib o'tdik. Gullari ham chiroyli, yangi chiqqan faslda, qolblari yangi, juda ham sifatli, zo'r bo'ladi. Usta akamiz nomerlarini qoldiraman, telefon qilaverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab qo'yib berish xizmatlari bor. 180 ming so'mdan metr kvadrat. Agar baland bo'lib 5-6 metr bo'ladigan joylari bo'lsa, narxi 200 ming so'mga o'zgaradi. Ana endi hozir penoblokda reklamasi ketadi bu yoqqa endi. Javob kelar. Ko'cha tomonda usullar bor, ularni ham ko'rsatamiz. Mana ichkariga ikkita qo'ydirdik. Juda chiroyli holatda chiqdi. Hozir ko'cha tomondagini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tomonda ko'chaga mana tepa gullari quyosh tunchalik yaxshi ko'rinmayapti-ham. Pastdan boshlab. Juda zo'r holatda, chiroyli holatda chiqqan. Usta akamiz nomerlarini qo'yib qo'yamiz ekranga, telefon qilaverasizlar. Ha, Botir aka? Ha. Yo, nima gap? Qarshilik oshnalaring bor, shunga telegramdan tashlab tashlab olmaysan ekan to'g'ri. Bilmadim lekin. Ha, ko'ramiz, uni hozir ko'ramiz. Xullas, hozir bu yoq penoblokdan qurilgan uyni ko'rsatib o'tamiz. Ko'ramiz Botir aka, hozir ko'ramiz. Penoblokdan qurilgan uyimiz, yangi tergan joyimiz, bu yerga to'rtburchak ustunlar quydirdik. Bularni buzdirib tashlab, mana rim kolonnalar qo'yildi bu yerga. Hozir penobloklar bilan ham tanishtirib o'tamiz. Xullas, kimga qiziq bo'lsa, rim kolonna quydirmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Usta akaning nomerini chiqarib qo'yamiz. Mana endi bu yog'i penoblokda reklamasi do'stlar, mana qurilgan joy penoblokdan juda zo'r holatda turibdi. Adresimiz Qashqadaryo Muborak tumanida 9-iyun holatida video chiqaryapmiz. Hozir Xitoy parashoylari bilan qurigan g'ishtlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Xitoy parashoylari 1 million so'm joydagi narxi 25 kilolik qopda. 2 yil srogi bor, srogidan muammo yo'q. 8 mingtadan 10 mingtagacha qishga yetadi. Mana bu yerda kiloga ham yetkazib beramiz. 45 ming so'm kilosi dastavka ustiga minadi. Mana bu tomonda Hindiston parashoylaridan 5 qop bor. Kimga Hindiston parashoyi kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. 5 qopgina qolgan. 1 million 200 ming so'm joydagi narxi dastavka ustiga minadi. Hozir tumbalik, latoyli oddiy g'ishtlarimiz bilan tanishtiramiz. Pavloniyalarimiz videosini chiqargan edik. O'ta zo'r holatda o'syapti pavloniyalarimiz. Bariklari ham o'ta katta bo'lyapti mana. 22-23 sm bo'ladigan bo'lsa bir qarishim ko'rishingiz mumkin. 30 sm dan ziyod bo'lgan holi. 2 oy bo'lgani yo'q to'liq ekkanimizga 70-80 sm chiqadi bemalol. Mana bu tomonda ayniqsa barglari juda katta bo'lib ketgan. 40 sm ham bor mana buning bargi. Ko'rishingiz mumkin. Bir qarish o'lchayapman. Bu yoqga yana bir qarish bor. 40 sm dan ham katta. Xullas tumbali g'ishtlarimiz. Zo'r holatda. Qattiq qurigan tayyori bor. Tumbalik, latoyli g'ishtlarimiz ham bor do'stlar. 13 ming so'm joyda yuklab beryapmiz. Qashqadaryo Muborak tumanida. Mana bu yerda latoyli g'ishtlarimiz ham bor. Ishlab chiqarish jarayoni davom qilyapti do'stlar. 9-iyun holatida 2025-yil. Kimdaki mana shu penoblok biznesiga qiziqsa, apparatlarni ham yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab penoblok apparatlarini ham yetkazib beramiz. O'rnatib, o'rgatib qo'yamiz. Mana shunday sifatini zo'r qilib chiqarishni hozir ko'ramiz, sifatiga baho berib o'tamiz. O'ta qattiq holatda. Qo'l umuman kirmaydi, burchaklari o'ta ideal holatda, tekis,
qo'l kiradigan yumshoq ishlarni ko'rib yurgan ustalar bemalol bizni g'ishtni kelib ko'raversin. Hamma klientlarda aytadigan gapi bitta, bo'lar ekanki mana yaxshi qilib chiqarsa deydi. O'ta zo'r holatda, hammasi qattiq. Bir-biridan farq qilmaydi. Ovoziga baho berib kommentariy yozib ketamiz. G'ishimiz bor. 4 mingta, 5 mingta g'ishimiz bor. Aslida katta plashatkamiz bo'shagan, kuniga 500 tadan g'isht chiqib kelyapti. 500 tadan ziyod. Zakaz qilaverasizlar. Telefon qilib ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz. Penoblok g'ishlari 13 ming so'm Qashqadaryo Muborak tumanida puliga yarasha qilib, sifatini zo'r qilib chiqarib qo'yapmiz. Yumshoq qo'l kiradigan g'ishtlardan emas. Xitoy hind parashyutlarini ham yetkazib beramiz. Penoblok apparatlarini ham yetkazib beryapmiz. Do'stlar, videomiz yoqgan bo'lsa, layklarni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.